Hammaga salom. Bugun singlim va jiyanim bilan Watermelon klubga keldik, akvaparkka. Salom. Shalom. Yangi ochilmagan edi aslida. Juda eskidan ochilgan edi. Biz har doim kelardik, lekin biz videoga olmagandik u yillar. Shuning uchun bu safar kelganimizda videoga ham olishga qaror qildim. Xullas shu. Biz birinchi baydan suzish uchun kiyimlar sotib olmoqchimiz, chunki biz kiyim olib kelmadik. Chunki meniki o'zi eskirib qolgan edi va buni suzish kiyimi kichkina bo'lib qolgan. Stellaniki. Esimdan chiqibdi. Jiyanim oti Stella. Yangi suzish uchun kiyimlar olamiz bunga, menga quyosh kremi olamiz. Chunki aslida olmoqchi edim, lekin sumkam ham qolib ketibdi, hamma narsam qolib ketibdi. Olamadim xullas. Ayog'ini qo'yaringlar. Men qaysi birini olmoqchiman? O'zi ko'p qolmabdi bu yerda. Lekin quyosh kremi olamiz, buni olamiz. Menimcha Stella uchun mana bunisi yarashadi deb o'ylayman. Seningcha-chi? Shu mavisi deyman. Sen ko'kini olmoqchimisan? Ha, juda ham tavzuligi chiroyli. Salom. Bizga menimcha bu suzish kiyimidan bu. Unda mana buni olmoqchiman. Xo'p, hozir paketlab beraman. Mana tayyor. Buni ham solaylik. Kartam tushib ketdi. Hammasi bo'lib necha pul bo'ldi? 550 ming. Nima? Hazil. 500 ming. Mayli. Mana marhamat. Marhamat. Rahmat. Ol. Birinchi qavatida spor qilish uchun jajalaking qilamiz. Ikkinchi qavatida uy hayvonlari uchun ekan, ikkinchi qavatida uy hayvonlari uchun va ovqatlanish joyi bor. Uchinchi qavatda katta suv anaqasi bor. Uchinchi qavatga keyinroq chiqamiz. Hozir biz ustimizni almashtirib olaylik. Biz kiyimlarimizni almashtirib bo'ldik. Bu Stellaga juda yarashdi. Kichkina emas ekanmi? Yo, menga juda yoqdi. Quyosh krem hamma joyga surtganimizdan keyin sport qilish uchun o'taylik. Ketdik. Xullas, sport qilish uchun joy ekan. Biz hozir sport qilmoqchi emasmiz. Biz shayda hozir ko'rsataman sizlarga. Bu yerda nimadir buni ismini to'xta eslab olay. Xullas, ismi umuman esimdan chiqib qoldi hozir. Agar esimga tushsa yozib yuboraman shaytiga. Biz xullas shayga kirmoqchimiz. Singlim kiradi va Stella shaydagi bolalar bilan o'ynab turadi. Unga sen kirib turma, Stellaga meva suv olib beraman. Bo'pti. Salom. Qaysi mevadan ichish xohlaysan? Men banannikidan ichaman. Xo'p, hozir qilib beraman. Tayyor shirin qizcha. Rahmat. Yana kelinglar. Qara, shu yerda o'rtoqlar bor ekan. Shular bilan o'ynab turasanmi? Xo'p, mayli.
Xohlasang kamerani ham ol. Videoga olasizlar. Bo'pti. Men unda aga ketdim. Shalom. Mana ismim Stella. Salom. Sani isming nima? Mani ismimmi? Mani ismim Omani. Omanimi? U qanaqa ism? Omani mani ismim. Mani ukam. Rizo uni oti. Rizomi? Ha, uni oti Rizo. Mani otim Omani. Ha. Shomni aytasanmi? Ha, mani banan yemaymanmi? Voy. Uka nimaga bunaqa ishiqni nasha kiyib olgan? Qalin nashalar kiyib olgan? Ukamni grijasi bor. Grija nima deydini? Ukam gapirishni bilmaydimi? Ukam gapirishni biladi, faqat gapirmaydi. Ha, ba'zida gapiradi, ba'zida gapirmaydi. Ha. Ishqilab ketmayapsanmi sen? Nima issiqlayman? Nimaga issiqlayman? Sovqotib ketyapman hattoki. Sovqotyapsanmi? Bo'pti, men vanilani aylanib kelaman. Ishlar juda g'alatiroq ekan ishlar. Men shummayam ichaychi. Buni mushiga tashlash kerak. Mushik qayda hammagidek. Amaki qochibdi, mushiga tashlab olay. Mushiga tashlab olay. Uni nimaga musirga tashlading? Nima qayerga tashlayman? Menga berishing kerak edi. Men uyda olib ketardim anu. Uyga olib ketardimda qum soladigan qilaydim. Xohlasang so'yib yeyman anu amakidan boshqa. So'yib yey. Xo'p. Amaki anu narsa meva suv quyadiganingizda anularga bitta bering ekan. Qum solishar ekan. Qummi? Qum solib o'ynashmoqchi ekanda men toz mushiga tashlab qo'ygandim. Bilmasdan ular so'yashyapti. Nima tashlaysan deb. Bo'pti. Mana qum solishlarmi, nima qilishlar endi. Kelinglar xonadagicha o'ynaymiz. Mana endi aylanib kelaylik. Bo'pti. Vasanmi. Mana endi nima bor ekan? Mana endi nima bor? Nima bo'lishi mumkin? Kiyib ko'rmasdan bilolmaysan. Voy, kirmaga sovuq suv tushadi. Sen qaydan bilasan? Sen nimani ham bilarding? Rostdan ham sovuq ekan. Rostdan ham sovuq ekan. Yopilmayapti. Hali ham sovuq deyapman. Sovuqligini qilsam, shunaqa ham sovuq suv bo'ladimi? Ehtiyot bo'lmaysanmi? Bo'ldi, o'tib ketdim. Xonadagilar kim? U meni oyim bilan xolam. Baydarma qilishyapti. Voy, mana tugma nima? Unga bosmay, bilmasdan bosmaymi? Yana bitta bosaychi. Jinnimisan? Nimaga undoq qilasan? Narsa qilsa men sen bilan o'ynamayman. Nima muncha issiq bo'lib ketdi? Va meni qiz boshlaydi bilmasdan.
Ay, sana oying qani? Oyim yo'q, man dadam bilan ketaman. Qizim. Qizingizga qaramaysizmi? Mana yerdagi issiqlik oshiradiganni bosib yubordi. Endi bola nima qilasiz? Bola bo'lgandan keyin hamma narsani qiladi. Hatto mana sovuq suvga ham kiyib chiqdi bu. Bola. Ha, bo'pti, mayli, biz ketdik. Ishlar rosa g'alati odamlar ekansizlar. Dadam ismi nima bilasizlarmi? Bilmasak, bizga ahamiyati yo'q. Dadam ismi Sudu. Qizim, otimni noto'g'ri aytdi. Sudu emas, Sudu. Sudu bo'ladi. Ha, bo'pti, ketinglar. Sudu. Kamerani olay. Oy. Ikkinchi qavatga chiqamiz endi biz. Qornimiz ochib ketdi. Seni ham qorning ochib ketdimi? Ha, meni ham yo'sha qornim ochib ketdi. Sanichi? Meni ham yo'sha ochib ketdi. Bu g'alati odamlar ekan yana. Ikkinchi qavatga ketdik. Ikkinchi qavatga keldik. Kelaqa. Bu yerda shunday hovuz bor ekan, juda chiroyli ekan. Bu yerda kimdirlar qumdan qasr yasashibdi. Ha, juda chiroyli ekan. Nima yeysan, Stella? Menga farqi yo'q. Kabaga o'tir. To'xta, o'tir. Sen nima yeysan? Lavash yeyman. Lavashmi? Bo'pti, o'tir. O'tirdi. Salom. Bizga ikkita lavash, bitta 3ta lavash. Sen ham lavash yeysan? Ha, yeb o'yaman. 3ta lavash. Xo'p, hozir. Tayyor bo'ldi lavash. Nima olib kelishim kerakmi shuni ham? Tamam, bana da beraman. Mana seniki. Mana seniki. Ay. Al. Mana meniki. Ichishga narsa olmabsiz-ku. Marhamat, ichishga narsa olib keldim. Sizlar uchun gazli suv, qizcha uchun apelsin suvi. Ovqatimizni yeylik, keyin katta hovuzga boramiz. Biz 3-qavatga ketdik. 3-qavatga chiqmasdan oldin sizga ko'rsatib o'tay. Bu yerda uy hayvonlarini, kuchukcha, mushukchalar uchun joy bor ekan. Ay. Bu yerda o'tib ko'rsata olsam. Bu yerda kichkina bolalar uchun ham idealniy joy. Biz 3-qavatga chiqamiz. Uchinchi qavatga keldik. Stella, men ko'taraman. Sizlar qachon suzasizlar? Hozir suzamiz. Oldin bagiga ko'rsatay, keyin surpriz bo'lsin. Ay. Men birinchi chiqib baydan ko'rsataman sizlarga. Mana shunchalik kattagina, juda katta bir joy. Lekin Stella baydan uchmaydi, chunki juda xavfli. Bu kattalar uchun mo'ljallangan, hatto yoshi ham umuman mos tushmaydi. Shuning uchun bu hovuzda o'ynaydi. Bitta o'zi emas, oyisi bilan albatta.
Tushishing mumkin Stella. Yog'ishdanmi? Tushsana. Bo'pti, qizim bilan tushaman. Keyin to'y bu. Xullas sizlar bilan o'ynanglar. Buni qaysi biriga tushishini o'ylayapman. Men yosh Sarig'idan tushaman, chunki sarig'i juda chiroyli rang, menga yoqadi. Shuning tushma. uchun. Oldin deyapman bu. Men yosh bolamanmi? Unda men tushay, keyin tushasan sen. 1, 2, 3. Yuhu! Unchalik qo'rqinchli emas ekan aslida. Lekin baribir Stella uchun xavfli. Boya ko'rsatay sizlarga. Bayda marjina ish uchun joy bor ekan. Shuning uchun ularga marjina olaman hozir va bir bayda ham g'alati bir hovuz bor. Kim qanaqasidan yeydi bilmaganim uchun 3 xil olaman. Vaniliyali, qulupnayli, shokoladligidan 3 ta. Hop, hozir. Kamerani qayerga qo'yishimni topolmayapman hozir. Shuning uchun shu bola yordam beradi. Короче, qo'limdagi manga ular o'sha bola ushlagan ularga. Olib keldik. Vanilya Rahmat. Qaysi bir manga? Mana senga. Yaxshi ko'radi tanim. Buni senga. Vanilya Rahmat. Arzimaydi. Ketaver. Marjinani yilaman, videoni tugatay. Xullas, hammaga xayr. Videoni oxiriga keldik. Agar yangi videolar xohlasalar, kommentga yozib qoldirishingiz mumkin. Qanaqa video olishimni xohlasanglar, xullas uy qilishmi yoki uy dizayni o'sha bir xil yo yana boshqa joylarga borishimni xohlasanglar, kommentda yozib qoldirish eslardan chiqmasin. Keyin narsa qilaman. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqarmang. Hammaga xayr. Xayr.